Omil aka, O nimaga odamlar semiz qo'y so'ydirgisi kelmaydi? nimaga odamlar semiz qo'y so'ydirgisi kelmaydi? Semiz qo'y yog'li bo'ladi. O'zi qo'y go'shti mol go'shtiga nisbatan yog'li bo'ladi. Qo'y go'shti mol go'shtiga nisbatan har doim yog'li bo'ladi. Lekin foyda taraflari ko'p. Qo'y go'shti tez hazm bo'ladi, mol go'shtidan ko'ra tez hazm bo'ladi. Keyin mazasida ham bargam gap topdi. Bir xilga hid deydi-yu, qo'y go'shtida hid deydi. Mol go'shtida hidi yo'q, lekin mol go'shti pastda mazza sezmayman. Qo'y go'shti hayotim, qo'yni mazza qilib yeyish boshqa narsa qo'y go'shti. Qo'y go'shtini o'zi yeyganlar biladi. Xalq yaxshi ko'radi. Bir 10% odam, menimcha 10% odam hidi deb yemasa kerak. Hid bo'ladi, boshqa iloji yo'q. Masalan, balon o'zini hidi bo'ladi, to'g'rimi? Osh o'zini hidi bo'ladi, qozon tovuq o'zini hidi bo'ladi, norinni o'zini hidi bo'ladi, shashlikni o'zini hidi bo'ladi. Qo'y ham o'ziga yarasha go'shtini ozgina mol go'shtiga nisbatan hidi bor. Odam me'daga tegadigan emas. Nozik tabiatli insonlar yo'kan, rostligasi 3 kilometrdan sezadigan odamlarga qo'y go'shti bargan yo'q. Akamlar ham masalan somsa-momsa uyga ovqat qiladi. Men yog'li yaxshi ko'raman. Akamga alohida somsani tugib, yog' qo'shmasdan uyga akamga ko'mak qiladi. Men yog'li ovqatni yaxshi ko'raman, o'zim mashg'ulot qilaman.